Avbaradan ko'rib qoldim. Samarqandda yo'q. Qaranglar mana stadionda. Gap yo'q, xursandman shunday veliki odamlarni ko'rganimda. Salom. Let's go Uzbekistan. Ana. Birorta boshqa davlatni ko'rmadim. O'zbekistonning poddershkasi shu darajada kuchli ekan, dahshat. Birortani uni ko'rmadim boshqa. Ketdik. Mana kechagi mashina. Kechagi mashina Angriya, O'zbekiston. Assalomu alaykum. Alhamdulillah, assalomu alaykum. Kuzatib boryapmiz. Ha, yaxshi, brat, mana boshladik-da ijodni. Salomat bo'ling. Ana. O'zbekam Amerika siylada. Na messi intervyu. Zo'rda Tojikistondan kelibdi mana, Priyama Tojikistondan. Gap yo'q, O'zbekistonda patrul sho'g'igani. Tojikiston babesh emas, hozir O'zbekiston babesh. Davay, aha. Bekani hamma o'rab olgan mana o'tirib. Bor. Politsiya hozir murojaat qildi. Agarda parkovkada qo'yilgan mashinaning egasi mashinani oldiga bormaydigan bo'lsa, 5 daqiqaning ichida to'ling qilib mashinani olib ketib qoladi. Mashinani keyin Kattaxonevskida topolmaysiz. Konkurs bizda tez borib o'z mashinasini oldiga turish. Bo'lmasa mashinasiz qolamiz. Birinchisi, ikkinchisi. O'zbekiston, 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 O'zbekiston. Tojikiston Respublikasiga alohida qarsaklar. Tojikiston Respublikasiga alohida qarsaklar. Tojikiston! Qozog'iston, Бурятия. Огромные аплодисменты Бурятии. Past ko'rgan qadrdonlarim, mana katta buvim aynan mana shu yerdan Uyg'ur xalqiga bitta chiroyli qarsaklar. Uyg'ur xalqiga qarsaklar. Mana shu meni Uyg'ur do'stlarim, keling, assalomu alaykum. Rahmat, kelganlar uchun rahmat, 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 rahmat. Uyg'urlarimizga alohida mashinani parkovga qo'ygan bo'lsa, iltimos, bu chempionatni yomon tomonlama hech qolmasin. Mashinani olib ketib qolmasin. Bilasizlar-ku, bu yerga keyin mashinani olib ketib qolsa, Donald Trump ham yordam bera olmaydi. Muzikani davom ettiramiz. Meksika babesh. Hozir taksida o'yinga ketyapmiz, futbolga. Ощущение shunaqa dahshat-a. Bir ajoyib, bunaqa ощущение yo'q, bunaqa ощущениeni bilmadim. Mana bir umrda endi bir marta bo'ladimi, 2 marta ko'ramizmi O'zbekistonda jahon chempionatida. Vatan tuyg'usida bu narsani sizlarga tushuntirib bo'lmaydi vashi. Короче, bo'lish kerak, sog'inch, hamma narsa, hammasi ichida dahshat. Seska ofitsialniy o'zini stolini bo'shatib berdi. Odamgarchilik sifatida bo'shatib berdi. O'tiring mana deb turib. To'g'rimi Akmal? Amerikani politsiyalariga bu chotkida. Assalomu alaykum. O'zimiz o'zbeklar. Gap yo'q. Milliy kiyimlarda gap yo'q. Olg'a! Orqada Kongoni paratlari kelyapti. Eng zo'r stadionga kelyapmiz. Mercedes-Benz stadioniga bo'ladi. Mercedes-Benz stadioni. Futbolga kirishimizga necha daqiqalar qoldi. Xudo xolasa Olg'a O'zbekiston mana kelyapti O'zbekiston. Let me ask you that question. What does it profit you to gain the world and lose your soul? Is it worth it? Tojikistonlik bolalar ham poddershkaga kelishgan. To go to hell? Gap yo'q. See, friends, Jesus talking about hell. FIFA stadion. Hell's a real place. Olg'a O'zbekiston. O'zbekiston, Olg'a O'zbekiston. Atlari Kolumbiyalilarni tashi O'zbekistonga balet qilyapti. O'zbekiston fanatlari kimni yutadi deysiz? Shot qanaqa bo'ladi mana? Ana shuni O'zbekiston 4-0 bo'ladi-da, ya. 4-0 kecha bo'ladi. Gap o'tiribmiz. 4-0 bo'lmasa tushib pastga to'pni yorib tashlaymiz-da. Gap yo'q, gap yo'q. Meksika babesh onasi debsiz. Hammalar Meksikada kelgansizlar. Bu patriotmiz-a? O'zbekistonga kelaveramiz.
Ha, Ali gapirib oling, gapirib. Assalomu alaykum kattadagilar. Nechi bo'ladi? 4-0 yutamiz. 4-0, sizcha? 2-0. 2-0, sizcha? 3-0. 3-0. Men aytaman 6-0. Davay, bosamiz. 6-0 ham bo'ladi. Og'zi kelganda bosamiz, davay.